Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi kunda Navoiy viloyat soliq boshqarmasi tomonidan aholi murojaatlari bilan ishlash, ularning muammolarini ijobiy hal etish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, soliq boshqarmasi va uning hududiy inspeksiyalari tomonidan soliq to'lovchilarning murojaatlari bilan ishlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda viloyat soliq boshqarmasi va hududiy soliq xizmat organlariga 2025-yilning o'tgan davri, ya'ni yanvar-fevral oylari davomida jami 7180 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, 2024-yilning mos davriga nisbatan 2143 tani oshgan. Murojaatlarning ko'rib chiqish natijalari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, 4894 ta murojaat ijobiy hal etilgan. 1836 ta murojaatga tushuntirishlar berilgan. 3 ta murojaat ko'rilmasdan qoldirilgan. 25 ta murojaat o'rganish jarayonida tasdig'ini topmagan va 422 ta murojaat ko'rib chiqilmoqda. Murojaatlarda keltirilgan masalalar turlari bo'yicha o'rganilganda soliqlarga oid tushuntirish berish yuzasidan 1398 ta, soliqlardan ozod qilish va imtiyozlar qo'llash bo'yicha 3801 ta, tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi qonunbuzarliklar bo'yicha 23 ta va boshqa masalalar bo'yicha 3471 ta, tizim xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan 2 ta, 1956 ta boshqa masalalar to'g'risida murojaatlar kelib tushgan. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, viloyat soliq boshqarmasiga kelib tushgan har qanday murojaatlar O'zbekiston Respublikasi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun talablariga qat'iy amal qilgan holda ijro etilishi tizimli yo'lga qo'yilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.